أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح أما بعد hurmatli tolibi ilm birodarlarimiz, sizlar bilan Imom Quduriyning muxtasarlarida Kitabus Solada Babul jamoat bobidamiz. O'tgan darslarimizda jamoat asohir rivoyatga ko'ra sunnati muakkada dedik, ammo vojibga yaqin darajada sunnati muakkada ekanligini aytdik. Erkaklarga sunnatligini aytdik, ayollarni jamoati makruh ekanligini bayon qildik, to'g'rimi? Keyin qiroatni bayon qilib o'tdi, uzun qilib olmaslik kerakligini aytib o'tdi, to'g'rimi? Namozni nima uzun qilib yubormaslik kerak, qavm malollanadigan darajada dedik. Ammo birinchi rakatda bomdodda nima uzun qilishi mustahab bo'lishini aytdik. Qolgan namozlarda esa mustahab emas. Ikkinchi rakatni birinchi rakatdan uzun qilishlik esa mutlaq hamma namozlarda nima dedik? Makruh ekanligini aytdik va oxirgi masalalarda nima dedilar? Erkak kishi ayolga yoki yosh bolaga iqtido qilishi nima emas, joiz emas deb o'tdilar. Uni sababini bayon qildik. Ayol kishi erkak kishilarga taqaddum qiladigan bo'lsa, ya'ni ularni oldida turadigan bo'lsa, erkaklar namozi nima bo'ladi? Fasod bo'ladi. O'shaning uchun ayol kishi nima imom bo'lishi joiz emas. Keyin ayol kishi namozi satr uzra bayram barpo bo'lgan. Yani ayol kishi oldinga o'tib olib, erkaklarning orqasida rukuga, sajdaga ketadigan bo'lsa, u yerda nima fitnadan xoli emas. Shu sababli ayol kishi nima bo'lmaydi? Ayol kishiga iqtido qilinmaydi. Yosh bolaga esa iqtido qilinmasligini sababini nima deb o'tdik? Chunki yosh bola namozda nima emas, ya'ni balog'atga yetmagan bola namozdan mas'ul emas. Mabodo namozda fasod bo'ladigan bo'lsa ham, uni nima qilishi kerak emas, qazo qilishi kerak emas deb aytdik. Bu esa uni holi zaif ekanligini bildiradi. Anaqa esa erkak kishi esa namozni unga vojib, hattoki nafl namozni boshlaydigan bo'lsa, endi o'sha nafl namozini tugatib qo'yishi nima bo'ladi? Unga vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Erkak kishi balog'atga yetgan oqil, baliq odam bir nafl namozini boshlaydigan bo'lsa ham, uni nima qilish kerak? Oxiriga yetib buzib qo'yishi vojib bo'ladi. Mabodo uni buzib qo'yadigan bo'lsa, endi uni qazo qilishi ham nima bo'ladi? Unga vojib bo'ladi. Tushunarlimi? Shu sababli uni holati nima? Kuchliroq, zaifroq ustiga namozini nima qilmaydi? Barpo qila olmaydi. Muqtadi esa imomi namozini ustiga o'zini namozini nima qiladi? Barpo qiladi. Shunga ko'ra balog'atga yetgan erkaklar yosh bolani namozini ustiga namozni barpo qiladigan bo'lsa, yosh bolaning holati zaifligini sababdan bu iqtido joiz emas. Tushunarlimi? Shunga joiz emas deb aytdik. Endi ana o'shani davomida aytibdilarki, va yasuffur rijalu thumma as-sibyanu thumma al-khunatha thumma an-nisa. Tushunarlimi? Bu sunnat bo'lgan saf shakli Nabiy alayhissalatu vassalomdan sobit bo'lgan hadisda payg'ambar alayhissalatu vassalom liyalini minkum ulul ahlami wan nuha deb aytganlar, meni ortimdan sizlarning ichingizda aql, idrok sohiblari tursin deb aytganlar. Tushunarlimi? O'shaning uchun birinchi kimlar turadi? Erkaklar saf tortadi. Tushunarlimi? Imom ortidan birinchi bo'lib erkaklar. Thumma as-sibyan. Keyin yosh bolalar. Tushunarlimi? Keyin nima? Yosh bolalar, erkak yosh bolalar tabii. Thummal khunasa, so'ngra nimalar? Xunasalar. Tushunarlimi? Xunasa deganda bu yerda qaysi xunasa? Kecha aytganimiz xunsal mushkil. Mushkil bo'lgan xunasa nazar surati, chunki agar erkakligi sobit bo'lgan bo'lsa, u erkaklar qatorida turaveradi. Tushunarlimi? Agar ayolligi sobit bo'lgan bo'lsa, ayollar qatorida turadi. Tushunarlimi? Bu yerda esa kim? Xunsal mushkil bo'lgan xunasa. Tushunarlimi? Mushkil bo'lgan xunasa yosh bolalarning ortida turishligi unga zarar bermaydi. Chunki ayollardan oldinda turibdi. Tushunarlimi? Mabodo agar nima bo'lsa, erkak bo'lib chiqsa. Agar mabodo u ayol bo'lib chiqadigan bo'lsa, erkaklardan orqada turibdi. Erkaklar namoziga nimasi yo'q, zarari yo'q. Tushunarlimi? Ayollarning namoziga batar qavlo nima zarari yo'q. Tushunarlimi? Thumman nisa'u, so'ngra esa nima bo'ladi? Ayollar sof tortadi.
Tushunarlimi? Abu Malik al-Ash'ari radhiyallohu anhudan sobit bo'lgan hadisda u kishi aytganlarki, ey Ash'ariylar, jam bo'linglar, ayollaringizni ham jamlanglar. Sizlarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni namoz o'qishlari kayfiyatini ko'rsataman dedilar. Shunda ular jam bo'ldilar, farzandlari va ayollarini jam qildilar. U kishi tahorat olib, qanday tahorat olishini ko'rsatdilar. So'ngra oldinga o'tib, o'zlariga eng yaqin qilib erkaklarni saf torttirdilar, keyin ularni bolalarini, keyin esa ayollarni, bolalarini ortidan saf torttirdilar deb aytadi. Tushunarlimi? Hop. Ayollar eng orqada turishini sababi Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan kecha ham zikr qilganimiz akhiruhunna min haythu akharahunnalloh degan rivoyat kelgan. Ya'ni ayollarni Alloh orqada qoldirgani kabi sizlar ham orqada qoldiringlar deb aytgan. Tushunarlimi? Sababi Bani Isroilda ayollar fitna chiqargan, ayollar erkaklar bilan boshqa joyda ko'rishish imkoni bo'lmaganligi sababli, chunki endi baribir nima dindor tabaqa bu narsaga nima qilgan, e'tiroz bildirgan. O'shaning uchun ayollar erkaklar bilan masjidda namoz o'qiyotganda anaqa qilish, ko'rishib, uchrashuvga kelishishgan. Tushunarlimi? Endi ular namozi bizning namozimizdek emas. Tushunarlimi? O'sha yerda ko'rishib, ular nima kelishib, palon vaqt ko'rishamiz, palon vaqt anaqa qilamiz degan kelishuv bo'lgandan keyin safda ularni orqaga o'tkazib qo'ygan. Tushunarlimi? Alloh taolo ularni orqa safda turishsin deb buyruq bergan. Bani Isroilda shu bilan ayollar safi orqasida turadigan bo'lgan. Ana o'sha ma'nodan kelib chiqqan holatda Abdulloh ibn Mas'ud bizdan oldingilarning shariati bizga ham shariat, modomiki bizni shariatda u shariatga nima kelmasa, e'tiroz kelmasa degan qabildan kelib chiqib, nima deganlar? Alloh ularni kechiktirgandaki, sizlar ham ularni nima qilinglar? Kechiktiringlar, orqada qoldiringlar deb aytganlar. Tushunarlimi? Ana endi shu masaladan kelib chiqib, ya'ni ayol kishi erkaklarning orqasida turishi kerakligidan kelib chiqqan holatda bir masalani bayon qilyaptilar. Aytayotdilarki, mas'alatul muhaza, barobar turib qolish masalasi. U qanday bo'ladi? Aytayotdilarki, fa in qomat imro'a ila jambi rajul. Agar bir ayol degani bu qanday ayol? Erkak kishining shahvatini uyg'otadigan ayol. Tushunarlimi? Erkak kishining nima? Shahvatini uyg'otadigan ayol. Garchi oldin uyg'otgan bo'lsa ham. Tushunarlimi? Ya'ni kampir bo'lib qolgan bo'lsa ham endi. Tushunarlimi? Bu yerda kimni chiqaryapti? Ali yosh qizchani chiqaryapti. Shahvatni uyg'otmaydigan. Tushunarlimi? Shahvatni uyg'otadigan ayol, xoh u cho'ri bo'lsin, o'zini xotini bo'lsin yoki mahram ayol bo'lsin, erkak kishining oldiga turib qolsa, turish miqdori qancha bo'lishi kerak? Komil bir rukun barobarida. Komil bir rukunni bajarish miqdoricha. Tushunarlimi? O'sha muddatcha turib qolsa, va huma va u ikkisi, ya'ni erkak bilan ayol mushtarikani fi salatin wahida. Bitta namozda nima? Shiriklar. Bitta namozda nima? Shiriklar. Ya'ni ikkalovi nima qilyapti? Ayni namozni o'qiyapti, ayni tahrima bilan. Tushunarlimi? Ayni namozni nima? Ayni tahrima bilan o'qishyapti. Va bu namoz qanday bo'lishi kerak? Ruku sajdali namoz bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Ruku sajdali bo'lishi kerak va ularning orasida to'siq bo'lmasligi kerak. Tushunarlimi? Orasida nima bo'lmasligi kerak? To'siq bo'lmasligi kerak. Va erkak kishi unga nima qilmagan bo'lishi kerak? Ishora qilmagan bo'lishi kerak, orqaga qayt deb. Tushunarlimi? Va unga imom bo'lishni niyat qilgan bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Unga imom bo'lishni nima qilgan bo'lishi kerak? Niyat qilish kerak. Demak, qaraylik nima ekan? Fa in qomat imro'a. Agar ayol kishi qanday ayol ekan? Erkak kishining shahvatini uyg'otadigan ayol bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Hop, balog'atga yetmagan bo'lsa ham. Balog'atga yetmagan bo'lsa ham erkak kishining shahvatini nima uyg'otadigan ayol. Endi bizning tarafda biroz tasavvur qilish qiyin. Bizning tarafda buni tasavvur qilish qiyin, lekin Arab o'lkasida yashagan odam biladi. Biz o'zimiz ham Misrda bo'lganmiz. Misrlik qizchalar hali balog'atga yetmasdan turib, tom bir ayol deb bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Ayol kabi inson shahvatini uyg'otadigan holatga keladi. Tushunarlimi? Ya'ni o'sha nima qomati kelishib,
erkak kishini shahvatini uyg'otadigan holatga keladi. Bir nima bo'lib qolsa, demak shahvatni nima qilish kerak? Uyg'otish kerak. Tushunarlimi? Yana ruku sajdali namoz bo'lish kerak. Tushunarlimi? Ruku sajdali namoz bo'lish kerak. Ularni namozi mushtarak bo'lish kerak. Tahrima o'laroq nima? Mushtarak bo'lish kerak. Tushunarlimi? Ya'ni bu ham bugungi kunda nima? Peshinni o'qiyotgan bo'lish kerak. Tushunarlimi? Ayol erkakka ergashgan holatda yoki ayol va erkak bitta imomga ergashgan holatda mushtarak nima bo'lish kerak? Tahrima bo'lish kerak. Tushunarlimi? Xo'p, bitta rukun, komil rukun nima bo'lish kerak? Barobar bo'lish kerak. Tushunarlimi? To'siq bo'lmaslik kerak. Chunki to'siq bo'lsa fasod bo'lmaydi. Tushunarlimi? Erkak kishi ishora qilmagan bo'lish kerak, chekingin deb. Sal orqaga qayt deb ishora qilmagan bo'lish kerak. Chunki ishora qilib u qaytmasa fasod bo'lmaydi. Va erkak agar imom bo'lib turgan bo'lsa, erkak bu ayolga imom bo'lishi nima qilish kerak? Niyat qilgan bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Erkaklarda niyat shart emas. Imom erkaklarga imom bo'layotgan bo'lsa, ularni niyat qilishi shart emas. Tushunarlimi? Lekin ayol kishida nima qilish kerak? Niyat qilish kerak. Tushunarlimi? Mana shu niyat qilgan bo'lsa, demak shahvat ahlidan bo'lib, erkak kishiga yonma-yon turib qolib, to'siq bo'lmasdan, bitta komil rukun turib, ruku sajdali namozda ishora qilib u qaytmasa, ishora qilmagan bo'lsa va unga imomlik niyat qilgan bo'lsa, nima bo'ladi? Fasadat solatuhu. Erkakning namozi nima bo'ladi? Fasod bo'ladi. Tushunarlimi? Erkakning namozi nima bo'ladi? Fasod bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, agar lekin ayol kishiga ishora qilsa-yu, agar ayol qaytmasa yoki ayolga imom bo'lishni niyat qilgan bo'lmasa, erkak kishining namozi nima bo'lmaydi? Fasod bo'lmaydi. Ayolning namozi fasod bo'ladi. Tushunarlimi? Xo'p, xuddi shunday. Agar barobarlik bir rukunni bajaradigan muddatcha davom etmasa ham namoz fasod bo'lmaydi. Tushunarlimi? Barobarlik, yonma-yon turib qolishlik bir rukunni bajaradigan darajada nima bo'lmasa, davom etmasa ham namoz nima bo'lmasa ekan, buzilmaydi. Tushunarlimi? Va joy ham bir xil bo'lish kerak. Joy ham bitta joyda turgan bo'lish kerak. Agar erkak kishi tepada turib, ayol pastda bo'lsa yoki teskarisi, erkak kishi pastda, ayol kishi tepada bo'lsa ham namoz buzilmaydi. Tushunarlimi? Misol uchun Turkiyaning masjidlarida ayollar tepa qavatda o'qiydi. Tepa qavatda o'qigandan keyin saf bitta bo'lib qoladi. Bitta safda turgan bo'ladi. Ammo nima? Erkak pastda, ayol nima? Tepada. Bu yerda ham nima qilmaydi? Buzilmaydi. Tushunarlimi? Tushundinglarmi? Xo'p. Tepa masjidda juma kunlari jamoat bilan o'qilganda ayollar ham kelishadi-yu. O'shanda erkaklar oldinda bo'ladi. Bir qismi oldinda, keyin qolgan qismi shu ayollarda to'siq bilan to'silgan qatorda bitta safda bilan. O'shancha aytdik, to'siq bo'lmasin dedi-yu. To'siq bo'lgani uchun buzilmaydi. Ko'chada bitta masjid o'qiydi. O'qiyapmiz. To'g'rimizda bitta ayol turibdi. Erkaklar safida o'rtada bitta ayol turibdi. Aylantirdi. Asr namoziga kirgan. Saf tortilgan, bitta masjid ancha to'lgan. Bitta ayol turibdi. Qolgan erkak. O'shanda Hamma asr namozi o'qiyapti. Va ayol ham o'qiyaptimi asr namozi? Va ayol asr namozi o'qiyapti. Erkaklar qatorida. U yoqqa, bu yoqqa, u yoqqa namoz ketadi. Ro'parasidagi, yonboshidagi va orqasidagi. Oldi, orqa plus emas. Oldi, orqa, yonbosh. Namoz buziladi. Hop. Va yukrahu lin-nisa'i, ayol kishiga makruh bo'ladi. Ayollarga makruh bo'ladi, ya'ni yosh ayollarga hudurul jamoa, jamoatga hozir bo'lish. Tushunarlimi? Ayollarga makruh bo'ladi, jamoatga nima bo'lish? Hozir bo'lish, ya'ni jamoatga qatnashish nima bo'ladi? Makruh bo'ladi. Endi o'sha davrda makruh deyilgan, bugun fatvo nima tamomiyla makruh. Anaqa yosh qizchami, yosh katta ayolmi, farqi yo'q. Butunlik nima? Makruh. Li fasadiz zaman.
Zamon fasod bo'lgani sababli. Tushunarlimi? Chunki bugun fitna nisbati oldingiga nisbatan nima? Yuqori. Tushunarlimi? Oldingi nisbatan fitna ancha nima yuqori. O'shaning uchun nafaqat yoshlari, balki butun ayollarni kelishi nima hisoblanadi? Makruh, man qilinadilar ular. Tushunarlimi? Zarurat u zarurat. Ayol kishi ko'chada namoz vaqt chiqib ketyapti, kirib o'qib olishida muammo yo'q. Tushunarlimi? Agar misol uchun xos bir xona qilib qo'yilgan bo'lsa, erkak ayollarga aralashmagan, bir-biriga ko'z nazar tushmaydigan holatda kirib chiqib ketadigan bo'lsa, u muammo yo'q. Tushunarlimi? Ammo erkaklar bilan ayollarni kirib chiqishi bitta bo'ladigan bo'lsa, ko'z-ko'zga tushadigan holatda bo'lsa, unda makruh bo'lib qolaveradi. Tushunarlimi? Misol uchun bizada u narsani imkoni yo'q. O'zbekistonda bizada yo'q u narsa. Misrda ham shunaqa. Chunki biz Misrdaligimizda erkaklarning tahoratxonasiga kirib ketishi, ayollarni masjidga kirib kelishi. Ya'ni erkaklar tahoratga qarab kirib kelayotganda, mamutdan yosh qizchalar o'tib yuradi. Fitna. Toza fitna. Ayolligini bilasan, o'zini erkakligini biladi. Tushunarlimi? Ya'ni o'zini o'zi nima qilish, fitnaga ro'baro qilish. Bundan qaytarilgan. Tushunarlimi? Bundan nima qilingan? Qaytarilgan. Erkak kishi o'zini fitnaga duchor qilishi, ro'baro qilishidan qaytarilgan. Chunki hech kim nima emas? Fitnadan ma'sum emas. Fitnadan mahfuz emas. Alloh taolo bizni muvaffaq qilgani uchungina biz u holatga tushmaymiz. Agar Alloh taolo tavfiqini olib qo'yadigan bo'lsa, ya'ni xizlon qiladigan bo'lsa, yordamsiz qoldiradigan bo'lsa, qolganlar qanaqa sho'g'inga bo'lsa, gunohga xuddi shunaqa sho'ng'iydi. Tushunarlimi? O'shaning uchun inson o'zini o'zi menga ta'sir qilmaydi deb o'zini o'zi ro'baro qilish kerak emas. Tushunarlimi? Qaytarilgan. O'shaning uchun ham ahli kitoblarning kitobini o'qishda nima qilinadi? Qaytariladi. O'zini o'zi nima? Fitnaga duchor qilmasligi uchun. Chunki shayton nima? Hoziri nozir. Shayton hoziri nozir. Bitta vasvasa qilsa, Alloh taolo bandasini sinashlik uchun shunday olib qo'ysa, tavfiqqa ketdi. Tushunarlimi? Ketdi. O'shaning uchun ro'baro qilmaslik kerak inson o'zini bunaqa fitnaga. Bu bir. O'sha Nabiy alayhisolatu vassalomning davrida ayollar jamoatga hozir bo'lgan. Ayollar jamoatga nima bo'lgan? Hozir bo'lgan. Lekin Oysha onamiz radhiyallohu anha Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan keyin 50 yilcha yashagan ayol. Tasavvur qilasizlarmi? 50 yilcha yashadilar xolos. Sahobalar hayot. Sahobalar hayot. Yosh katta sahobalar vafot etgan bo'lsa ham, yosh kichik sahobalar, o'rta yosh sahobalar hammasi hayot. Abdulloh ibn Zubayr, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Umar kabi buyuk sahobalar hayot. Tobiinlar, Hasan Basri, Said bin Musayyab kabi tobiinlar hayot. O'sha holatda u ayollar nima degan? Oysha onamiz aytganlarki, agar Rasululloh sizlar ayollar paydo qilgan bu fitnani ko'rganlarida edi, sizlarni masjiddan to'sgan bo'lardilar deganlar. 50-60 hijriydagi gap bu. Qancha oldin? 1400 yil oldin. Tushunarlimi? 1400 yil oldin ayollarni shu holatdan kelib chiqib nima deganlar? Sizlarni Rasululloh ham to'sgan bo'lardi. Tushunarlimi? O'shaning uchun Hanafiy mazhabi fitnaga duchor bo'lmaslik nomi ostida nima degan? Yosh qizchalar kelmaydi deb fatvo bergan. O'sha payt bo'lsa ham. Tushunarlimi? Nima deyapti? Wala ba'sa. Ammo bir zarar yo'qdir. Bi an takhrujal ajuzu. Kampir chiqishligidan fil fajri wal maghribi wal isha. Bomdod, shom va xufton namozlarida jamoatga chiqishda nima yo'q? Bir zarar yo'q. Indal imami Abi Hanifa. Imom Abu Hanifani nazdilarda. Tushunarlimi? Nimaga u kampirda deganlar. Tushunarlimi? Kampir deganlar. Wa qala al-imam Abu Yusuf va Muhammad.
İmom Abu Yusuf bilan Imom Muhammadlar esa nima dedilar? Yajuzu khurujul ajaizi fi sa'iri salavat. Kampirlarni qolgan namozlarda chiqishlari ham joiz deb aytganlar. Tushunarlimi? Ammo Imom Abu Hanifa o'sha payt nima deganlar? Yo'q, men bu namozlar fosiqlar g'aflatda bo'lgan vaqtlar. Xufton bilan bomdodda ular uxlaydi. Shom esa yeb ichar vaqt. U payt ular ko'chada bo'lmaydi. O'shaning uchun kampirlar chiqib kelishida nima yo'q? Zarar yo'q. Yosh qizchalar esa o'zligi turishi bilan nima ular fitna. O'shaning uchun ular chiqmagani ma'qul. Kunduzi esa anu kampir bo'lsa ham anu yosh yigitda shahvat miyasiga tepgan paytda nima qilib qo'yishi mumkin? Noto'g'ri ishlar qilib qo'yishi mumkin deganlar. Likulli saqitatin laqita. Har tushib qolganni ilvoluvchi bor deb aytgan. Tushunarlimi? O'sha bu anaqa Imom Shofiiy ham boshida anaqa deganlar. Imom Shofiiyda sinnul iyas degan payt bor, umidsizlik payti. Ayol kishi 50 yoshdan oshgandan keyin umidsiz payti, ya'ni bola tug'ishdan umid yo'q, u ham kimnidir anaqa qilmaydi deb, shahvatini uyg'otmaydi deb, u kishi 50 yoshda belgilagan bo'lganlar. Keyin Misrda burushib qolgan kampirni yuzidan cho'mpillatib o'payotgan bir cholni ko'rib, u kishi likulli saqitatin laqita deydilar. Tushib qolganni ilib oluvchi ham bor ekan, yerdan oladigan odam bor ekan deb, u yoshi yo'q, u chegarasi yo'q deganlar. Tushunarlimi? Hanafiylar ham Anvar Shoh Kashf yo'q, Ashraf Ali Tahonaviy hazratlari shogirdlarni chaqiradilar. Hozir ismlarini eslamadim, balki Muhammad Yusuf Bannuriy hazratlari bo'lishlari kerak. Ashraf Ali Tahonaviy 100 yoshdan o'tganlar u kishi. O'sha 100 yoshdan o'tgan holatlarda chaqirganlar, keyin deb u kishi borsalar junub bo'lib qoldim, ehtilom bo'lib qoldim, yuvintirib qo'ymani deydilar. 100 dan oshgan holatda u kishi ham keyin tushunarlarki, demak bu shahvat qo'zimaslik, shahvat qo'zitmaslik yoshi chegarasi yo'q ekan. Deb aytganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun u kampir bo'lsa ham likulli saqitatin laqita. Har tushib qolganni nima? Yerdan oluvchi bor. Ayting bo'li bugun nima? Rosa urchigan ahmoqona videolar ham chiqarishyapti, kampirlarga qiziqish, normal narsaldek ko'rsatib, yosh katta xotinlarga nima? Qiziqishga undovchi anaqalar kabi narsalarni qo'yapti. O'shanga shahvat tepganda miyaga kampirga ham qiziqib qo'yaveradi. Tushunarlimi? Zotan insonni fitratiga teskari bo'lib turib, insonni shahvatini ham qo'zg'atmaydigan yosh qizchaga shahvoniy nazar bilan qaragandan keyin Turkiyada bo'ldi-yu, 8 yoshli qizni zo'rlab keyin so'yib parchalab tiqorgan. Tekirdağda 2 yoshli chaqaloqni zo'rlab o'ldirganlar. Endi shunaqa narsa bo'lgandan keyin kampirlarga ham nima yurib qo'yadiganlar bor. O'shaning uchun bugungi zamonimizda tamomiyla barcha namozlarga nima hozir bo'lishi ayol kishini nima makruh deb fatvo beriladi. Li fasadi zaman. Zamon nima u? Fasodga uchragan uchun. Tushunarlimi? Shu yerda qoldik.